iPhone'ni korpusini polirovka qilsa bo'ladimi deb ko'pchilik so'raydi. Mana bugun iPhone 12 Pro telefonni korpusini polirovka qilamiz. Ko'rishingiz mumkin, chetlari matoviy bo'lib qolgan, yaltiramaydigan bo'lib qolgan. Mana shu narsani hozir kichkina joyida qilib ko'rsatib beraman. Qolgan joylari ham shu tartibda polirovka qilsa bo'ladi. Polirovka qilishimiz uchun bizga motor va o'zini maxsus meli bor. Shu meldan kerak bo'ladi. Mellar har xili bor. Qizili, yashili, aynan oqidan olsanglar yaltirashi, bleski yaxshi chiqadi. Boshladik bo'lmasam, motorni yoqamiz va melimizdan nasatkamizdagi surib olamiz. Mana shu tartibda. Nasatkamiz melni shim oldi. Endi polirovka qilishni boshlaymiz. Yaxshilab ishqalaganimizdan keyin oxirgi etap quruq hech qanaqa pasta surmasdan turib tozalab olishimiz kerak. Bu mana eski qolib ketgan pastalarni ham tozalab beradi, ham yaltirashda yordam beradi. Rastlatilda bitta korpusimizdan artamiz va natijani ko'rishingiz mumkin. Mana izolentasi cheti erib ketuvdi, olib tashladim. Mana shunaqa holatda bo'ladi o'shanda. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.